Ha? Bo'lishi mumkin emas. O'chira olingni. Oyi. Nima vahma qilasizlar? Ismi Mashrab bo'lar ekanda. Ha? Mashrab ismi nimaga qo'yilishini menga o'xshab endi bilganlar bormi? Nafaqat bu, balki ko'plab chaqaloqlar tayyor ismlari bilan tug'ilishadi. Dadasi hali ham yetib bormadik Muratovga, boshqa chidolmayman. Hozir yana ozgina ichida yaqin qoldi. Voy, mashinani to'xtat bolam, ulgurmaymiz shekilli. Nima? Shu yerda tug'adimi? Yo'lda ya? Voy bolam, sen ichib ber, o'g'illi bo'lding. Ha? Rostdan. Ha. Ismini nima qo'yamiz? Yo'lchivoyda. Lekin xoli ham ko'p ekan. Xolmurat qo'ysammikan? Sunnatulloh. Sunnat. Menimcha bu ism nega qo'yilishini tushuntirib o'tirish shart emas, to'g'rimi? Yo tushuntirib beraymi? Bilasizlar-ku. O, dada. Ukang qayerda? Hozir. Uka, sen dadam chaqiryapti. Nimaga? Men qara, o'zi sen ismingni men ortig'ali qo'yishgan. Ortig'ing qayerda? Nima shu qizig'im hozir ko'rsatdingmi? Yo'q, endi o'zi. Bo'lmasa jim keting. Agar chaqaloq juma kuni tug'ilsa, qiz bola bo'lsa Odina, o'g'il bola bo'lsa Jumavoy qo'yilardi. O'g'il bola egizaklar tug'ilsa Hasan Husan, qiz bola egizaklar tug'ilsa Fatima Zuhra. O'g'il bola va qiz bola tug'ilsa Hasan Zuhra, qiz bola va o'g'il bola tug'ilsa Fatima Husan. Xullas. Oyi, dadamning ismi nega Safarbek? Ha, dadang safarda tug'ilganda. Ha, amakimchi, to'ychi. Ha, amaking to'yda tug'ilgan. Unda meniki nega Bozorvoy? Bozorda tug'ilganmanmi? Ha-da. Ha, yaxshi ham qo'yxona yo molxonada tug'ilib qolmaganim. Sizlar yana qanaqa ismlarni bilasizlar? Kommentariyada yozib ketinglar. Yomoningda takanlik. Ha, bunga e'tibor qilma, bilasan-ku, bunga kech yetib boradi. Oyi. Ha, bolam, tinchlikmi? Sog' bo'ling. Rahmat. Arzimaydi oyi. Bolalar xattaslar ishkal bor, bittasi yomon sakrab qo'ydi. Tez yetib kelmasanglar bo'lmaydi lekin. Ha, keldingmi o'rtoq? Ular ko'pchilik-ku. Sardor qani? U bilasan uni. Ketdik mayli. Yomon urdi-yu. O qaysi biring o'rtog'imga sakradilaring? Yo'raman. Sardor, baxki. San kelishini bilib ular qo'rqib qochib ketdi. Kelmaydi boshqa. Sardor aka, bugungi tug'ilgan kunimga hamma yaqinlarimni aytganman. Siz ham kelmasangiz xafa bo'laman. Syurpriz. Bilaman, men birinchi keldim. Tug'ilgan kuningiz bilan. To'y o'tgandan keyin xinani bitta joyingga qo'y, yo'qol. Bolalar eshitdinglar, Munisa Rizayevaning to'yi bo'pti. Yo'q, sen eshitmadingmi? Kecha ikkinchi jahon urushi tugayapti. Lekin yangi trend chiqdi, ko'rdinglarmi? Shunchalikmisan, Sardor? Endi asabimni oshib bermaydi, yurdi. Menga qarasa, qanaqa gapni tushunmaydigan dub bolasan. Biror marta gap vaqtida yetib boradimi? To'g'rimiz. Ha, bo'ldi o'rtoq, endi tushundi. Gapimiz aniq yetib bordi. Shunaqa bo'lsin, eshitib ketdik. Sardor, Menga nima baqiryapsan? O'chira olsang, baqirma menga.